Surxondaryo telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. E'tiboringiz markazida Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugungi kunda Termiz davlat muzey qo'riqxonasida eramizdan oldingi davrlarga oid bebaho madaniy merosga aylangan noyob eksponatlar saqlanmoqda. Ular orasida yuqori soflikdagi tilladan ishlangan o'ziga xos uslub va yuksak hunarmandchilik namunasi bo'lgan fibula taqinchog'i alohida ajralib turadi. Bu tarixiy zeb-ziynat nafaqat o'tmish nafasini, balki qadim sivilizatsiyalar o'rtasidagi savdo, madaniyat va diplomatik aloqalarning yorqin guvohidir. Surxondaryo viloyat markazidagi Termiz davlat muzey qo'riqxonasining oltin fondi mavjudligini bilarmidingiz? Bu fondda eng noyob bo'lgan tilla taqinchoqlar va buyumlar saqlanadi. Hozir sizlar bilan biz mazkur buyumlar haqida mutaxassislar tomonidan yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ketdik, birgalikda tomosha qilamiz. Termiz davlat muzey qo'riqxonasida Surxon vohasini, tarixini, madaniyatini, uni o'tmishini, iqtisodini, tabiatini, arxeologiyasini va butun o'lkani namoyish etadigan ekspozitsiyalarimiz, eksponatlarimiz mavjud. Surxon vohasini o'zini, tarixini o'zida mujassam etadigan, shu kungacha topilgan va tarixiy qiymat eng yuksak bo'lgan ikkita ashyo bor. Bittasi demak bilganimiz Ko'shon shahzodasini bosh haykal qismi bo'lsa, ikkinchisi Vizantiya imperiyasini amaldorlarini fibuladan yasalgan eng qimmatbaho oltin bezaklari hisoblanadi. Ko'chishlar davrida muzeyimizning eng tarixiy ashyolari Surxondaryo viloyati Milliy bankda saqlangan va mana 2019-yilda siz ko'rib turgan ushbu ko'rkam binoga ega bo'lganligi sababli barcha eksponatlar, barcha tarixiy ashyolar tomoshabinlar ixtiyoriga namoyish etilib, ko'rgazmalar tashkil etildi. Shulardan biri boy yuqorida qayd etganimiz Vizantiya imperiyasi imperatorlari saroyining xizmatchilari, amaldorlarini eng qimmatbaho 958 probadagi taqinchog'i fibula. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, 1-2 asrga oid mazkur tilla taqinchoqning, ya'ni fibulaning tarkibidagi oltin soflik darajasi 958 probani tashkil etadi. Bu degani 95.8% sof oltin degani. Surxondaryo viloyati Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan viloyat hisoblangan. O'sha paytdagi savdogarlar, savdo aloqalari yo'llari orqali juda ko'pgina qadimiy buyumlar bizning muzeyimizga ham kelib qolgan. Shulardan bittasi bu fibula bo'lib, uni vizantiyalik amaldorlar taqinchoq sifatida foydalanishgan. Bu fibula qo'l mehnatida ishlangan bo'lib, shuning uchun ham uni qiymatini bebaho deb bemalol ayta olamiz. Eng e'tiborli jihati shundaki, bu fibula boshqa hech qaysi muzeylarda uchratmaysiz. Aynan bizning muzeyimizda kelib tomosha qilishingiz mumkin. Muzey ekspozitsiya zallarida eng ko'zga ko'ringan eksponatlarimizdan biri manglaylik bo'lib, bu manglaylik esa 19-asrning oxirlari, 20-asr boshlarida turkman millatiga mansub bo'lib, bu esa qizlarni turmushga chiqarayotgan paytlarida peshonasiga taqilgan. Muzeyimizning alohida oltin fondi mavjud bo'lib, bu yerda esa ayollar taqib yuradigan ziraklari ham mavjud. Bu esa sof tilladan bo'lib, bu ham ayollarning quloqlariga taqib yuriladigan zeb-ziynatlardan bittasi hisoblanadi. Muzeyda saqlanayotgan tilla buyumlar o'z yaratilish tarixiga ega va ularning har biri alohida ta'rifga ega. Bu kabi topilmalarning muzeylarda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilishi mamlakatimizda boy va betakror tariximizning noma'lum sahifalarini tiklash uchun qadimshunoslik arxeologiya sohasiga alohida ahamiyat qaratilayotganligidan dalolat beradi.